Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shvetsariyaning Vali rayonidagi Verkuren degan tog'liq kentda. Bir necha kundan beri havo ajoyib sovuq. Hatta 2000 metr egizlikdagi cho'qqalarda qorlar yig'ib oppoq bo'lib ketibdi. Şuna hava sel soğuk. Şuningdimi o'rmonlikning ichiga kirib, bu yerga joylashib sizlarga bir asar o'qib bergim keldi. Qo'limda yanala Ana daryoni izlab degan Halida Isroil apayning bu kitobi bor. Bir necha vaqtdan beri Halida apayninki nasrlarini o'qib beryapman. Bilisizlar, apayni eng oxirgi qitim ekranda ko'rgan vaqtimiz o'zining salomatligi ancha yaxshi bo'lmagan bir ahvolni tanishtirib degan shu holda ko'z oldimda shunga apayga bo'lgan cheksiz hurmatimni bildirib, shuning bilan birga sizlardan apay uchun salomatlik tilab sehiylik bilan duo qilishinglarni umid qilib bu yerga kelib apayning nihoyat go'zal nasrlaridan 3 parcha o'qib beray dedim. Maqramsa bu 3 parcha nasrga unchilar degan tema qo'yilgan ekan. Biri Qashqarlikning ko'zi. Avtobus qo'zg'aldi. U bekat maydonidagi odamlar, axyoqliqlar va ko'z yoshlarni orqaga tashlab, yon ko'chaga burildi. Qadimiy shahar quyuq tutak parda ostida uyg'onmoqda. Quyoshning dastlabki nuri egiz o'g'zilarda, masjidlarning ranglik peshtoqlari, naqshlar tomlarida valildamoqda. Oppoq soqolliq bir buvay yo'g'on supurgi bilan ko'ch supurayotdi. Yengila supurilgan, suv sepilgan yo'ldan Qashqar to'pisining o'zgacha puroqi keldi. Do'konlar texi echilmagan. Faqat samovarxona, choyxonalarning peshayvonlarida piyola tutgan kishilar o'ltirishdi. Shalang yo'lovchilar arsida yo'g'on somka yutib olgan seriq joshliq chet ellik yigit alayida ko'zga chaliqadi. U yo'lning chetida turib, butun diqqati bilan sayohat xaritasidan nimanidir izlamoqda. Yo'lovchilar bilan to'lgan uzun avtobus ko'chini bir oldi. Yo'l supurayotgan buvay aldirab ketishayotgan piyodalar, velosipedliklar, ot uloqliqlar, samovarxonalarning peshayvonlarida o'ltirishganlar bu yo'llarni burab avtobusga qarashdi. Hammalar ko'zlarda hayajon, xiyol ham arman aralashgan bir o't chaqnab qoldi. Qashqarliklarning ko'zi. Bundaq ko'zlarni, bundaq hayajonni men boshqa hech yerda uchratmadim. Qadimda Sharq va G'arbdagi jiroq allarning to'ga karvonlari qo'ldirmalarini qo'ldironglatib mushu ko'chalardan o'tganda Qashqarliklar xuddi mushundaq hayajon bilan qarashadigan bo'lg'aydi. Ularning vujudidagi safarga, jahonkashlikka bo'lgan ishtiyoq ana shu zamonlardan, balki uningdanmi uzoq zamonlardan tortib bar bo'lg'aydi. Ana shu ko'zlar Qashqarni jahonga tutashtirgan. Uningga go'zallik va abadiy yoshlik baxsh etgan bo'lg'aydi. Bu ko'zlar naqadar xosiyatli, naqadar nurona. Yana birini o'qib beray. Dasht go'zali. Cheksiz ketgan so'r ranglik zamin. Bu yerlarda zumchak qum barxanlari. Qiyon suyining taram izlari. Shilang o'sgan so'k bilan yantoq. Hammasila so'r rangda. Hatto osmonmi. Ashu cheksiz bir xillik ichida yulg'un chechaklarla qizil. Ajoyib go'zal.
Мен топ-топ yulg'unlardan ko'zimni uzolmay qoldim. Uning go'zalligi hargizmi ko'zni chaqadigan sun'iy go'zallik emas, balki ashu dasht bayavonning vujudidan, uning ochiq suyi, sho'rliq tuprog'idan, judun chopqinlaridan yetilgan ashu dashtgala xos go'zallik. U atirguldek mag'rur, modamguldek nozik, namozsham gulidek noz karashmilik emas. U tabiatdan, kishilardan hech narsa talab qilmaydi. U butun vujudi bilan ko'klaydi, chechaklaydi. Uning borliqi g'o'llaridan uchig'icha hamma yopirmoq, ham chechak, ham uruq. Ba'zilar uni cho'lning xonishiga, yolqinga, qip-qizil shapaqqa o'xshatishadi. Meningcha u yalang oyoq yurib cho'ng bo'ladigan dehqon qizlarga o'xshaydi. Ular hamma yerda bor. Shuncha sodda, chidamliq, o'zgacha go'zal. Ular bayovonga hayotiy kuch, mehr, muhabbat va go'zallik baxsh etadi. Ular dasht bayovonning jini. Güzel, ha? Ahirda yana birini o'qib beray. Tağlar. Tağlar. Bir-biriga mengishib, irmash-chirmash bo'lib ketgan tağlar orasida ketyapmiz. Tağmu tağlardan egiz, og'iy buloqning tağlari. Qadimki karvonlarning naqshlarida kuylangan ana shu egiz cho'qqilar o'z bag'rini yerib, mo'kidek o'tishib yurgan zamoni bilishning belgisi bo'lgan mashina, avtobuslarga sukut ichida tikilib turishdi. Baş üstünüzdela esilip turgan bu tağlar goya canның barcha sürhayvesini, acayip, garayip rang ve görünüşlerini özüge mücessemleştirip algandek. Zan koyup qaraydigan bolsanız, her bir çoqqısıda bir tonuş obrazını görürsüz. Birileri beşini sangılatıp, gözlerini yumup, hasret içide üyür turgan qiyri adamga o'xshasa, gahi birleri beshiga o'tiga taqqagan, uchisiga oltin hallik uzun ko'nglak kiygan xonishiga. Yana birleri yo'g'on gurzi tutib olgan zarbardast palvonlarga o'xshaydi. Yana mı yiroqqa nazar soladigan bo'lsangiz, ko'kka talpinib atgan burkut bolasini bag'riga besib yotgan ana. Qatorlashib bir-biriga ortilib yotgan lakming ajdaho, shir, yo'lvoslar ko'z oldingizga keladi. Goya ularning hammasi qandaqdir bir tilsimatning karomatidan bir daqiqa ichida turgan yerida toshga aylanib ketgandek. Axir bir kuni tilsimat yeshilib, asliga kelganlari ajab qattiq uxlabdiman-a deb o'rinlaridan turib ketadigandek tuyuladi. Ma'qul amsa kitob o'qish munbirimizning hurmatli mushtarlari, munbirimizga yangi kelgan qarindoshlar. Bugun mushunchalik o'qib beray. Oldida askartib o'tganimdek Xalida appayning salomatligi uchun duolaringlarni ayamag'aysizlar. Ahirda bir qisqa videoni qo'shib qo'yman. Bu men mushu Vali rayonida bo'ldirganlarni terib, keyin bo'ldirgan varanisi qaynatgan vaqtimdagi bir ko'rinishlar. Bu rayon Shveysariyaning Vali rayonida kun nihoyatda buluq. Şuңашqa bu yerninki meyveleri nihoyatda o'xshaydi, bek tatliq. Albatta bizning vatanimizninkiga yetmaydi. Shuningdek boshqa yerlarnikiga qaraganda boshqacha bek tatliq teteydi menga. Şuңa bildirgan chiqqanda, o'riklab pishqanda ancha-muncha murabba qaynatib olishni yaxshi ko'raman. Axirda shuningdan tatgan qisqa sinni hoziringlarga sunaman. Ma'qul amsa kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xush.
Assalamu alaykum. Kitap o'qish munberdagi hurmatli mushtarlar. Bugun men Vali rayonidagi mavu bildirganlikka kelib, bildirgan tamakchi. Men har yili bu yerda kelib bildirgan terib, odatda azroq bildirgan varingiz tayyorlab oldim. Ana kishilar degandek kelib terishni boshlabdi. Men bu bek keyin qolmadim deb o'ylayman. Terishni boshlab yetayman bu. Peki. Papi, aquí hay muchas. ¡Qué grande! Ah, comme. Ouais, ne me veulent pas. Merci beaucoup. Sûrement à grosse nous revenir. Pas avec des gens. Non, non. On ramasse, on joue à gros. À gros. Merci beaucoup. Au revoir.